Men bu vazifamni bajaraman va ketaman. Birinchi vazir qassobni o'g'li edi. O'shaning uchun kesib, parchalarga ayirib, shaharning ko'chalariga ilishni taklif qildi. Ikkinchi vazir oshpazni o'g'li edi. O'shaning uchun kesib, maydalab, yaxshilab urib, keyin ilishni tavsiya qildi. Maslahatim, birinchisini bosh qassob qiling. Ikkinchisini saroyda bosh oshpazi qiling. Uchinchi vazir haqiqiy vazirning o'g'li edi. Uni o'zingizga bosh vazir qiling, deb maslahat berib sekin g'oyib bo'lgan ekan. Bu hikoya sodir bo'lganmi, bo'lmaganmi?